Go'sht oltinga aylanmoqda. So'nggi 10 yilda O'zbekistonda go'sht narxi 5-6 baravarga oshib ketdi. Yaqinda boshqa davlatlarga qaraganda eng qimmat go'sht O'zbekistonda ekanligi aniqlangan edi. Endi ortga nazar tashlasak, esingizdami 2013-yilda 1 kilogramm go'shtni bor yo'g'i 25 ming so'mga sotib olish mumkin edi. Bugun esa uning narxi 140 ming so'mga chiqdi. 2013-yildan boshlab narxlar o'zgarishi quyidagicha bo'ldi. 2013-yil 25 ming so'm, 2014-yil 27 ming so'm, 2016-yil 35 ming so'm, 2017-yil 38 ming so'm, 2018-yil 46 ming so'm, 2020-yil 60 ming so'm, 2021-yil 70 ming so'm, 2022-yil esa 90 ming so'm, 2024-yil 120 ming bo'lgan bo'lsa, 2025-yilda esa 140 ming so'mga chiqdi. Xo'sh, ushbu narx oshishi 2026-yilga kelib qanday o'zgaradi? Nima deb o'ylaysiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Ushbu xabarni barcha tanishlaringizga yuborib qo'ying. Bizni kuzatishda davom eting, chunki siz bilmagan sara xabarlar hali oldinda.